Kim millioner bo'lishni xohlaydi o'yinimizni boshlaymiz. Sizda birinchi 20 millionlik savol. Hamdam Sobirov qanday kasb egasi? A. Qo'shiq aytadi, qo'shiqchi. B. Amerikaga viza qilib beradigan odam. C. Barmen. D. A javob to'g'ri lekin. Ha? To'g'ri, A javob. 20 million yutib oldingiz, tabriklayman. Bizda esa 30 millionlik savol. Hindistondagi mashhur obidani nomi. A. Magic City. B. Piramida. C. Megaplanet. D. Toj Mahal. Demi? To'g'ri, D javob. Siz 50 million sohibiga aylandingiz. Rahmat. Agar tomoshabinlarimizga qandaydir maslahat yoki tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Как раз bordi, ideyada xalqimiz kutgan chegirmalar qaytyapti. Ko'plab texnikalar 12 oyga 50% chegirmada. Masalan, Crystal Smart TV 50% chegirmada. Samsung, LG Krush mashinalar ham 12 oyga 50% chegirmada. Ishonmaganlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Xalq maza qilsin deb Crystal Premier Smart TV ni 12 oyga 166.583 so'mdan qilib qo'yishibdi. Zamonaviy Feri gaz plitasi 12 oyga 166.583 so'mdan. Hitga aylangan Redmi Note 14 12 oyga 199.000 so'mdan. Juda ham zo'r katta 262 litrli Premier sovutgichi 12 oyga 333.250 so'mdan. 6 kiloli LG kir yuvish mashinasi 50% chegirmada 12 oyga 399.000 so'mdan. Oldin orzu bo'lgan katta 311 litrli Samsung muzlatgichi 12 oyga 50% chegirmada 666.583 so'mdan. Muhimi, boshlang'ich to'lov yo'q, qog'ozbozliklar yo'q, kafillar kerak emas. Bilasiz, ideyaning mijozlari ko'p, mahsulotlar soni bo'lsa cheklangan, lekin ishonaman, siz ulgurasiz. Men keldim. Zebo, bizning er-xotinligimizni bilib qolishibdi. Voy, shuncha syomka qilganimiz bekor ketadimi endi? Boshqa odamga rostdan berib yuboramizmi? Allo. Kelib qoldingizmi oyi? Da savollar beraman, javob bersangiz bo'ldi. Yo, oyimni chaqirdim. Ты такой дерзкий, как пуля